Xo'p, yuqoridagi videoda xiyonat qilganlik uchun er yoki xotinga huquqiy ta'sir chorasini qo'llaydigan qonun chiqsa, bunga sizning fikringiz qanaqa degan savolni bergan. To'g'rimi? Endi o'ylab ko'rish kerak-da. Xiyonat o'zi qachon bo'ladi? O'sha er va xotinning orasiga bitta qanjiqcha tushsa yoki bitta yo'burcha tushadigan bo'lsa, mana shu holatda er ayoliga xiyonat qiladi, ayoli eriga xiyonat qiladi. Hamma masalani er va xotinga to'nkab qo'ymasdan, ularda mana shu oilasi buzilishligiga sababchi bo'lgan o'sha iflos yomon ayolga ham javobgarlik belgilab, o'sha yo'burga ham bitta javobgarlik belgilaydigan qonunchiligimizga norma kiritsak yoki shunaqa qonun bir ishlab chiqilsa, bunga sizlarning qarashlaringiz qanaqa bo'ladi? Ana boring, mayli jinoiy javobgarlikka tortilmasa, hech bo'lmasa ma'muriy javobgarlikka tortilib, bazaviy hisoblash miqdorini bir 50 baravarigacha jarima to'lasa, ikkinchi marta oilasi bor ayolda tinchligini buzmaydi, oilasi bor erkakda xayolni bo'lmaydigan bo'ladi. O'sha ko'chadagi shallaqalar va yo'burchalar. Nima deb o'ylaysizlar? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringizlarchi, ko'rib chiqiladi bular albatta.